Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu ko'rib turgan texnikangiz kichik hajmli kemalar turkumiga kirib kater hisoblanadi. Ushbu katerda sayr qilishda, haydashda bir qator qoidalari mavjud. O'shalardan biri bu qutqaruv nimchasi bo'lib, ushbu nimchada foydalanish majburiy. Sayr qilishda hamda haydashda. Ushbu nimchalar nafaqat voyaga yetganlarga, voyaga yetmaganlarga ham mavjud bo'lib, ushbu nimchalarda sayr qilishdan oldin mana shularni kiyish majburiy hisoblanadi. Ushbu katerda foydalanishda bir qator qonun qoidalari mavjud. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni yosh kattalarni nazoratsiz sayr qildirish, sayr jarayonida o'rnini turib almashish, o'rnidan turish, qayiqdan qayiqqa o'tish, spirtli ichimlik iste'mol qilib qayiqqa o'tirish, shuningdek ko'rish chegaralangan hamda noqulay ob-havo vaqtida sayr qilish taqiqlanadi. Bundan tashqari kichik hajmli kema egalaridan texnik ko'rikdan o'tkazish, ro'yxatga olish, haydovchilik guvohnomasini olish, birlamchi yong'in o'chirish vositalari, qutqaruv baloni, arqoni, qutqaruv nimchasi, xushdagi, tungi yoritish mayoq chiroqlari hamda boshqa zarur himoya vositalarini ta'minlash talab etiladi.